Siz Samarqand shahrida istiqomat qilasiz va yaqin 2-3 yil ichida oila qurishni niyat qilib yurgan bo'lsangiz va shu bilan birgalikda kichkina xonadonda tiqilib qolishni xohlamayotgan bo'lsangiz, uylansangiz ham ertaga ota-onam bilan birga tursam degan niyatingiz bo'lsa, bu taklif aynan siz uchun. Elite Building qurilish kompaniyamizdan Orifon loyihasidan maxsus 67,5 kvadraturadagi planirovkadagi xonadonimiz. Ko'rishingiz mumkin, eshikdan kirganda sanuzel, отдельный unitaz, yotoqxona, bu tomonda ham yotoqxona, mehmonxona, oshxona studiyniy variantda. Bu yoqda balkoni ham bor. Ota-onangiz uchun alohida xona, balkonlari bor, yorug'lik tushib turadi. Mehmonlarni kutib olish uchun alohida zal. Bu yoqda ham mana oynalari bor, har tomondan yorug'lik bilan ta'minlangan. Shu bilan birga o'zingizning kichkina oilangiz uchun alohida yana yotoqxonasi va oynasi ham bor, yorug'lik bu tomondan ham ta'minlanadi. Eng ideal variant sizga mos keladiganini taklif qilamiz. Bu xonadonni siz boshlang'ich 100 million va 200 million to'lov bilan xarid qilish imkoniyatiga egasiz va 200 million boshlang'ich to'lov qiladigan bo'lsangiz, oylik to'lovi o'rtacha sizga 5 yil davomida hech qanday kredit, foiz va peniyalarsiz 7,5 million so'm atrofida chiqadi. Juda ham qulay shaklda. Agarda siz o'zini zakritniy zonasi bor, hamma ham kirib chiqavermaydigan, xususiy bolalar bog'chasi, ertaga farzandli bo'linsa bemalol bolalarni berish uchun, xalqaro maktabiga ega bo'lgan, bolalar maydonchasiga ega bo'lgan turar joy majmuasidan xonadon xarid qilib, boshqalardan ajralib turishni xohlaydigan bo'lsangiz, Elite Building qurilish kompaniyasi bu borada sizga aynan yordam bera oladi. Agarda taklifimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda uy so'zini yozib qoldiring va o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.